Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bugun siz bilan balans qonuni haqida gaplashamiz. Balans o'zi biz uchun nimaga kerak? Va biz nima uchun balansda o'zimizni sokin his qilamiz? Endi qarang, koordinata chizig'i bo'yicha sizga men aynan boshqacha uslubda tushuntirib qo'yaman. Mana bu yer bizda taqdir yo'limiz bo'ladigan bo'lsa, bu yerda biz aql va ong bilan harakat qilamiz. Bu yerda esa bizda tomirimiz, bu bizda tomirimiz bo'lmasa, hech qachon biz o'smaymiz. Tomirimiz uchun nimalar javobgar bo'ladi? Ajdodlar, ota-ona va ota-onadan bizga berilgan tana. Tanamizda esa nima bor? Bizda ikki miyamiz bor va unda aql shakllangan. Ya'ni biz ota-onamizdan, qo'ni-qo'shnilarimizdan, butun olamdan, ajdodlarimizdan ham genetik tana orqali har bir hujayramizda va ham aqlni shakllantiramiz. Endi qarang, agarda men bugun faqat balans haqida gapirishaman. Agarda biz mana shu ota-onamiz unutib, ajdodlarimizni unutib, ularda haqqiga duo qilmasak, Qur'on tilovat qilmasak, ularni eslamasak, bizda nima qilar ekan? Tomirlarimiz ajdodlardan suv ichmas ekan. Ya'ni ular biz ularni yo'qlagan paytimizda ular bizga kuch va quvvat berar ekan. Va biz mana bu koordinata chizig'ida tanamizda kuch, quvvat, o'zimizda esa tinchlik, xotirjamlik bo'lmas ekan. Ya'ni o'ylang, siz umuman tanangizni unutib qo'ydingiz, aqlni ishlatasiz, lekin tanani unutib qo'ydingiz va albatta ota-onani masalan inkor qilsak, ya'ni yomon ko'rsak yoki qayerdadir xafa bo'lib qolgan bo'lsak, shu tanani unutdi degani bilan teng. Endi ajdodlar bilan ham biz albatta uzilamiz, chunki ajdodlarga ulovchi eng birinchi bizda minus va plyus nima deydi, elektr tokida minus va plyus ulovchi shnur bo'ladigan bo'lsa, bu ajdodlarga ulaydigan shnur vilkasi bo'ladi. Bizni shuni qo'yadi va biz ajdodlarga ulanamiz. Agarda biz bularga ulanmasak, ota-onamizga ozgina bo'lsa ham xafachilik bo'ladigan bo'lsa, endi qarangki, yoki ular bizdan rozi bo'lmasa, balans buziladi. Past yo'q, tepada siz million marotaba o'qing, o'ta zo'r bo'lib keting, lekin past ildiz yo'q bo'lganligi uchun ming ongli bo'lganingiz bilan ham ruhiyat uchib ketadi. Tana esa yiqiladi. Shunda biz mana shu balans qonunini buzganligimiz uchun hayotda, mana hayot yo'limiz